Alayida elçi Brownback efendim, ziyaretimizni qabul qilganingizga ko'p rahmat. Bugun ulug' Ramazon oyining oxirlashishi va ro'za etining birinchi kuni. Dunyoning har qaysi joylarida 1 milliarddan ortiq musulmon o'z oilasi, do'stlari bilan bu bayramni qutlayotdi. Dal mushu vaqtning o'zida 1 milliondan ortiq Uyg'ur Xitoyning atalmış qayta tarbiyalash lagerlariga qamaldi. O'tgan hafta Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning barliq Uyg'ur tutqunlarini qo'yib berishga chaqirgan edi. Ammo Xitoy hukumatı ularni qo'yib bermadi. Sizning Xitoy hukumatiga yetkazgan qandaq so'zlaringiz bor? This is a terrible mistake that they've made. They shouldn't have done it. Bu Xitoy hukumatining eng ig'ir xatoligi. Undaq qilmasligi kerak edi. Bunchalar ko'p imonli kishilarni musulmon bo'lganligi uchun qamab, Xitoy o'z davlatidagi musulmonlarni kontrol qilmoqchi bo'lyapti. Biz ularni bu kishilarni qo'yib berishga chaqirishni davom qilamiz. Dunyo buni bilib bo'ldi va to'nib yetdi. Hamda Xitoyning qilmishlarining oqibati sababli harakatga o'tdi. Biz 2019-yilda turib, tutib turish lagerlari, emgak lagerlarining gapini qilayotganimizni o'ylab ko'rsangiz, asli bular 40 va 50-yillarga tava narsalar bo'lishi kerak edi. Bular dunyo bu saviyaga yetgan bir zamonga mansub emas. Shunga men buni Xitoy qilgan eng ig'ir xatolik deb qarayman. Biz ularni barliq Uyg'urlarni qo'yib berib, ularni o'z e'tiqodini to'salg'usiz va tinch yo'sinda bajarib keltirishni qo'yishga chaqiramiz. Bo'libmi Ramazon oxirlashgan shu mavsum qutiladigan damlarda Xitoy ishning to'g'risini qilishi kerak. Xitoyning qilayotgani dunyoga shundoq bir signal berdi-ki, agar Xitoy o'zidagi musulmonlarga bunday qilishni ravo ko'rgan ekan, dunyoning boshqa joylarida o'z e'tiqodini tinch yo'sinda davom qilayotgan musulmonlarni nima deb o'ylagan bo'ladi? Mencha Xitoydagi cho'nglikdagi nufusi eng ko'p ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuch bo'lgan bir davlat cho'qim dunyoga qandoq shaklda ko'rinayotganligi va iymonli insonlarga qandoq muomala qiladiganligidagi obraziga bakrak e'tibor berishi kerak. Ular buni bo'libmi musulmonlar, xristianlar, buddistlar, Falun Gongchilarga o'xshash shaklda qilyapti. Bugungi mushundaq alohida kunda chet eldagi Uyg'urlar o'z oila tavobatlari bilan birga bo'la olmaydi. Ko'pinchilari o'z tuqqanlari va do'stlarining o'lik tirikligini yoki ularning tutqunga ishganligini bilolmaydi. Ular ota-onalariga telefon qilib, ularning hayitlarga muborak dalalmaydi. Ular intayin mushkul bir ahvolda. Nurg'unlari umidsizlik ichida azoblanmoqda. Sizning Uyg'urlarga chet ellardagilar emas, balki lagerlarda turayotgan Uyg'urlar, jumladan lager sirtida tadqiqotchilar aytgandek, saqchi davlatida yashayotgan 10 million Uyg'urga qanday so'zlaringiz bor? Mening Uyg'urlarga aytadiganim, duo tilovat qilinglar va noumid bo'lmanglar. Umiddan hargizmi voz kechmanglar. Bu vaziyat dunyoning diqqat markazida texmo ro'shanlashishga boshladi. Sizlar hozir musulmon ellarda namoyishchilarning to'planayotganligini ko'ryapsizlar. Indoneziyada namoyishlar bo'ldi. Turkiya hukumati o'ttirg'i chiqdi. Amerika hukumati kuchlik va ro'shan ravishda maydonini ifodalaydi. Umidinglarni yo'qotmanglar. Hamda shuningga ishonishni davomlashtiringlarki, haqqoniyat har zaman g'olib kelgan. Biz dunyo tarixida vaziyat dastlabda umidsiz ko'ringandimi, shundoq bo'lganligiga shohid bo'ldik. Injilda Tangri masxir qilinmas deydigan bir so'z bor. Paytida kelgan faslda parlaq bir hikmat bor. Bundaq deganlik bu hech mushaqqatsiz bo'ladi deganlik emas. Tangri masxir qilinmas. Haqiqat cho'qim vujudga chiqadi. Kelgusida adolatli ishlar bo'ladi. Hargiz noumid bo'lmanglar. The United States government is at the forefront. Xitoy hukumati 800 mingdan 2 milliongacha musulmonlarni tutqun qilgandan keyin Amerika hukumati Uyg'urlar va rayondagi boshqa musulmonlarning huquqini qo'g'dashda oldingi safda turib keldi. Ammo Turkiyadan boshqa musulmon davlatlari bu masalaga kelganda shuk turib oldi. Hatto ba'zilari Xitoyning Uyg'urlarga solgan zulmlarini qo'lladi. Sizning musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan ellarga qanday gaplaringiz bor? So, what's your message to the Muslim majority countries?
Mening ularga deydiğim, u yerda yuz berip atkan işler hakkındaki paketlarni tekshiringlar ve Uygurlarning kishilik huquqi, shundaqla jazolanib atkan boshqalar uchunmi o'ttirg'i chiqinglar. Mencha ba'zi hukumatlar agar biz boshqalarni ayblamasak, ularni bizni ayblamaydi deb o'ylaydi. Bizda bo'lishga tegishlik o'lcham mushumu? Amerika Qo'shma Shtatlarida xalqning ayblash haqqi bor. Ular bu yerda bo'lgan ba'zi ishlarni tanqid qila oladi. O'tganda ikki Yahudi ibodatxonasida yetishish bo'ldi. Biz buni tan oldik va buningga qarshi kurash qildik va rad qildik. Mana bu bizning musulmon ellarga qildigan chaqiriqimiz. To'g'ri ishni qilinglar. O'rninglardan turinglar. Ovozinglarni chiqaringlar va barcha insonning diniy erkinligi uchun ko'krak kirib, o'ttirg'i chiqinglar. O'z davlatinglardagi va Xitoydagi diniy erkinlik uchun tik turinglar. Xitoydan qo'rqmanglar. Ko'plagan davlatlar bor. Men ularning nurg'unlari bilan uchrashdim va Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ydim. Ular Xitoyning iqtisodiy kuchini ishlatib, o'ktamni qilishidan ansiraydi ekan. Xato qilayotgan biriga deydigan gapinglar mushumi? Sizlar qo'rqinch ilkida harakat qilamsizlar yoki qo'rqqaninglar uchun medirlay olmamsizlar. Biriga mushundoq taqobil turamsizlar. Sizlar haqiqatni ochiq so'zlanglar. Ularmi shundoq qilsin, musulmon ellarmi shundoq qilsin. G'arb ellari butun dunyo shundoq qilishi va bu 2019-yilda milliondan ortiq odam qamalgan turma lagerlarini ayblashi kerak. Ular o'zlarining e'tiqodi sababli qamalgan. Bu bir razillik. And they are interned primarily because of their faith and the practice of their faith. This is wrong. Siz Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishda mas'uliyati bor Xitoy amaldorlarini xalqaro magnitskiy kishilik huquq qonuni bo'yicha jazolashni qo'llamsiz. Bu to'g'risida muzokaralar olib berilyapti. Amerika hukumati qaror olmoqchi, o'zining maydonini oshkorlamaydi. Uning ahvoli mush yergacha. Men bu to'g'risida hozir qanday mavqeda ekanligimni jakarlamayman. Amerika hukumati harakatga o'tganda butun dunyo shu vaqtni beradi. Sizningcha, agar xalqaro jamiyat o'zining Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishidan boshqa ahamiyatli harakat olib bormasa, Uyg'ur xalqi qanday kunga qoladi? With regard to the situation. We've seen this in the past. When the international community doesn't take Biz ilgari bu xil ahvollarni ko'rgan. Xalqaro jamiyat harakat qilmay, masalani hal qilmasa yoki qo'shamachilik strategiyasi qo'llansa, bu ziyonkashlik qiluvchining xo'rikini texmo o'stirib o'tadi. Agar Xitoy hukumatining Xinjiangda yurgizayotgan ziyonkashlikka qarshi harakat bo'lmasa, boshqa diktator hokimiyatlarmi o'xshash taktikani boshqa yerlarda qo'llanadigan ahvol kelib chiqadi. Bu diktator davlatlarmi yuqori texniklik kuzatish sistemasini o'rnatib, sun'iy aql va chiroy tonish sistemlari orqali ta'qibni kuchaytirdi. Xinjiangda bir qism kishilar so'lanmagan bo'lsa-mu, ammo ular jamiyatda normal yashay olmaydi. Siz masjidga bora olmaysiz. U yerga borsangiz, sizning ijtimoiy kreditingiz to'laydi. Ondan siz jamiyatdagi madaniy faoliyatlarga qatnasha olmaysiz. Bu yuqori texniklik sistema sizni to'sib etadi. Agar dunyo Xitoy hukumatining hozirgi qilmishlarini to'smasa, siz bu xil sistemaning ko'payganligini ko'rasiz. Bu tarixdan bo'lgan shundoq. Uningga taqobil turmasangiz, u kengaydi xolos. Hozir xalqaro jamiyat harakatga o'tadigan vaqt keldi. Siz yaqinqi nutqlaringizda Xitoy hukumati dinlarga, bo'libmi islomga qarshi jang qilyotdi deb o'tdingiz. Hozirgi mezgilda Xitoy hukumati Uyg'urlarning diniy, milliy va kultural salohiyatiga hujum qilmoqda. Sizningcha Xitoy hukumatining islom va Uyg'urlarga qarshi qilayotgan jangda g'alaba qozona olamdi? No. Think how many regimes in the past have tried that. And how successful have they been? O'tmishdagi nurg'un hokimiyatlarning shunday qilishga uringanligini, ularning qanchalik muvaffaqiyat qozonganligini o'ylab ko'ring. Siz bir diniy jamoatni hargizmi bostira olmaysiz. Ammo e'tiqodning mohiyatidan aytganda, u bir insonning ruhiyatidagi narsadir. Siz bir insonning ruhini bostirmoqchi. Bu jangda menga uftalmaysiz. İnsanlarni bir mezgil so'lab qo'yishingiz mumkin. Sovet ittifoqiga qarab beqing. U 70 yil bir rasmiy ateist davlat bo'lib mavjud bo'lib turdi.
Ular e'tiqodni hamma yerda yo'qotishga urindi. Bu hokimiyat hozir mavjud emas. Ammo diniy jamoat bo'lsa qaytib keldi. Pravoslaviya dini qaytib keldi. Men yaqinda Ruminiyaga bordim. U yerda Pravoslaviya dinining bosh shtabi Sovetlar hukmronlik surgan zamonda kommunistlar yasagan parlament binosida. Bu bir saxt parlament edi. Ular hech nima qila olmaydigan, shaklga yasab qo'ygan bir bino edi. Ammo hozir bu bino bir chirkovdir. Shunga hozirgi savol bo'lsa, kommunizm nima ketdi? Pravoslaviya dini nada? Bu din 2000 yildan beri mavjud. Islommo nurg'un yillardan beri mavjud. Ham yana davomli mavjud bo'lib turdi. Xitoy hukumati bu jangda yengilmaydi. Va bunday qilishga uringan hokimiyatlar ilgirimi mag'lub bo'lgan. Xitoymo o'xshashla mag'lub bo'ladi. Ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'p rahmat. Rahmat sizga. Thank you.